Ailda ölçemlik holatda lazer qo'rishni o'rganing. Usulü intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasizsiz. Ishdan erib kelgan vaqtingizda 10 minutdan tayyor bo'ldi. Mayli mifan bilan yang yoki lag'man bilan yang ajoyib o'xshaydi. Qanamsa birlik o'rganaylik. Avval kalgıç bulamdı yoki qo'yguch bulamdı videoda ko'rsatgan bo'yicha nefis holatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Buning tam qurishlardan azroq tuz, kava uchun uni ahmosh shongchoq qo'yib tekshirlashtirib olgandan keyin azroq suv may qo'yib tekshirlashtirib olamiz. Lazır qilgan vaqtimizda go'shtni tamlantirish eng muhim mushu nuqtaga bekroq diqqat qilsanglar bo'ldi. Ko'rib bir şey kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik murabba, bozorlik sovuq say darsimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustida shu. Qozonga go'sht chilashqadek may qo'yib, go'shtni bo'sh o'tda qo'raymiz. 1-2 minut atrofida qo'rib, buni yumshoq qalatib pishirib olamiz. Onun dikken qo'shiqning ustida azroq tuz silib birishga qo'rvatgandan cho'ng ustamning qo'rmasa tetqisdan bir qo'shiq atrofida silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bormish tamoq qasam ta'mini rangini yaxshi chiqaramayman degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sanab baqsanglar bo'ldi. Onun dikken pomidorni silib qo'raymiz. Pomidor bir izlib bo'lgandan keyin kraxmal suyidan yarim chimich atrofida qo'yib etamiz. Eng oxirida qizil laz, ko'k lazlarni silib birishkilashtirib lam alsaq bo'ldi. Mana ko'rib turganlaridek ajoyib o'xshagan lazerum tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi?